Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz futbol muxlislari. Bahsni Ahrol Rizqullayev boshqarib boradi. Qizilqum stadionida bo'sh o'rindiqlar qolmagani haqida ma'lumot berilyapti. Ko'rishimiz mumkin. Rostdan ham muxlislar stadionni to'ldirib o'tirishibdi. Bugun Navbahor jamoasi baribir tarkib nuqtai nazardan, jadvaldagi o'rin nuqtai nazardan kichik favorit. Keyinchalik esa Umidjon Ergashev asosiy tarkibdagi o'rnini tortib oldi deyishimiz mumkin. Hozir ajoyib uzatma Alisher Rodilovdan Trivela pas amalga oshirib berildi. Bu tomonda esa Abbosjon G'ulomov darvozani ishg'ol etmoqda. Jamoa sardori mavsumda navbatdagi golini urishga muvaffaq bo'lmoqda. 26 yoshli yarim himoyachi. Takroran ko'ramiz. Bu uzatma albatta turning eng chiroyli golli pasi bo'lsa kerak. Zabihullo O'rinboyev to'pga yeta olmay qoldi. Himoyachilarning diqqatida ham aynan Zabihullo edi, biroq ortdan Abbosjon G'ulomov yetib keldi. Sanjar Quvvatov darvozasini ishg'ol qildi. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Kurash davom etadi. Mahobov, Zabihullo O'rinboyev. Hozir uzoqdan darvoza tomon zarba yo'llandi. Umidjon Ergashev Andijon hamda Dinamoga qarshi o'yinlarda durang qayd etilgan bo'lsa, Neftchidan mag'lubiyat qabul qilindi. Noaniq pas. Vahobov juda qulay nuqtada to'pni egallab oldi. O'zi zarba yo'llashi ham mumkin. Zarba yo'lladi, gol urdi. Ilhomjon Vahobov. Super urinish. O'zi hal qilib tashladi vaziyatni. Bu yerda juda ham kuchli zarba. Zarbani takroran ko'rdik. Imkoni bo'lsa, hujumning boshidan namoyish etsa zo'r bo'lardi. To'pni o'zi olib qo'ydi. Vahobov bir qancha masofani bosib o'tdi va mana bu zarbani yo'lladi. Qiyin edi. Yaxshi. Qizilqumda kayfiyat o'zgardi. Ular oldinga borishyapti. Chap qanotga to'p tashlab berildi. Alen Mashevich o'zi zarbaga tayyorgarlik ko'ryapti. Yana zarba. Taydi roshda yutib chiqdi. Ammo oldinga tepib yuborgan to'pi raqibga nasib etmoqda. Bu yerda Qizilqum futbolchilari xatoga yo'l qo'yishdi. Zabihullo O'rinboyev ajoyib uzatma. Alisher Odilov jarima maydoniga kirib bordi. To'xtadi, ortga pas. Zarba ko'ramizmi? Zarba! To'p ustundan qaytmoqda. Biz esa sal avvalgi vaziyatning takrorini ko'ramiz. Alisher Odilov Ruslan Bekjiyanovga to'pni qoldirdi. Santimetrlar yetmay qoldi hozir gol bo'lishiga. Ruslan Bekjiyanov, Zabihullo O'rinboyev, chiroyli kombinatsiya. Zabihullo chap qanotga. Alisher Odilov bu safar o'zi tepadimi? Bu safar o'zi tepdi va darvozani ishg'ol qildi. Alisher Odilov. Mavsumda uning hisobida 4 ta assist bor edi. Endi gol ham qo'shilmoqda statistikasiga. Shohmalik Komilov bilan devor uslubida kombinatsiya tashkil etib oldi Zabihullo O'rinboyev va qolgan barcha masalalar Odilov tomonidan hal etildi. So'g'diyonov o'yinida 87-daqiqa o'tib boryapti. U yerda ham 2-1 hisobi. U yerda ham odiyliklar oldinda borishyapti. Bizda esa birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Navbahorga qarshi bahs olib boryapti. Qiziqarli voqealarga boy o'tgan birinchi taymdan so'ng hisob
1-2. Vahobov outdan to'pni uloqtirib bermoqda. Jarima maydonidagi kurash Igor Gabriel qaytardi. Qaytgan to'pga yo'llangan zarba. Dushan Miyich. Veskullayev ruxsat berdi. Yuqoridan pas va gol urilmoqda 2-2. Qizilqum yana hisobni tenglashtirdi. Dilshodjon Komilov gol muallifi. Navbahor himoyachilari jarima maydoni markazida juda ham katta bo'shliqni yuzaga keltirishdi va bundan Komilov unumli foydalanib ketmoqda. OKMK Andijon bellashuvi bilan bahslashamiz. Intriga borasida, gollar borasida. Gauridan pas, bu yaqqol himoyachilar yo'l qo'ygan xato. Yuqoridan yetkazib berilgan to'p Sanjar Quvvatov qaytardi. Mirsaidov. Qoyil Nikola Komborovich. Maqsad bir xil, taqdirlar ikki xil jamoada. Hozir yaxshi uzatma amalga oshirib berilganda. Yomon emas imkoniyat. Mana shunday hujumga chiqish jarayonida va ayniqsa vodiy derbilarda bu qimmatga tushganda hozir Qizilqum yana bir hujum tashkil etyapti. Jarima maydoniga kirildi va Mashevichning zarbasi himoyachi tomonidan qaytarilmoqda. Bu Qizilqumning hujumi. Alen Mashevich qanday ura olmaganligini ko'ramiz hozir. Igor Gabrielni. Navbahor hujumda G'ulomjonov. Zabihullo qanday tazza qoldirdi to'pni hozir. Mana. O'sha ajoyib uzatma. Bu yerda nafaqat to'pni saqlab qoldi Zabihullo, sherigini zarba nuqtasiga olib chiqdi. Mijon Ergashev uzoqlashtirdi. Keyingi zarba, himoyachilar to'pni qaytaryapti, penalti. Fahrol Rizqullayev 10 metrlik nuqtaga ishora qilmoqda. Mana o'sha takror. Aniqlab olish oson emas bu kadrdan. Murid 100 dan ham zarba qabul qilgan ekan. Bizning rakursimizdan ko'ra anchagina yaxshiroq. Fahrol Rizqullayev turgan nuqta. Elguja Lobjanidze. Ana topildi oxiri darvoza ortidan kadr. Ko'ramiz. Penalti. Gruziyalik futbolchi to'p oldida zarba yo'llayapti, gol urmoqda. 3-2 Qizilqum jamoasi bugun uchrashuvda birinchi bor hisobda oldinga chiqmoqda. Va bu voqea 102-daqiqada ro'y beryapti. Qizilqum g'alabaga juda yaqin. 96-daqiqada belgilangandi penalti. Ko'p jabr ko'ryapti. Vodiy derbilari, Andijon va Neftchiga qarshi bahslari, mana bugungi uchrashuv. Navbahor golini urib ketyapti. Oldingi chiziqda muammolar yo'q deyishimiz mumkin, ammo himoya 11-to'pini o'tkazib yubordi mavsumda. Yuqoridan pas. Imkoniyat, zarba yo'llandi. O'yinni davom ettirish kerak deyapti hakam. Saidazamat Mirsaidov Ergashev ortga qaytmaydi. Umuman ko'rinish bermadi Rizqullayev. Ikkinchi taymda uni ko'p ko'ryapmiz.
Sherzod G'ulomjonov. Uzatma. Qizilqum himoyachilari qaytarishmoqda. Umidjon Ergashev hozir 4-golni ham urib ketishi mumkin Qizilqum. Alen Mashevich. Zarba yo'llayapti, noaniq. Mana bu yerda gol bo'lganda biz 4-2 derdik yakuniy hisobni, ammo 3-2 bo'ldi. Qizilqum jamoasi bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqarli uchrashuv, intrigaga boy o'yin. Qizilqum g'alabani rasmiylashtirmoqda.